Şu Rabbinin tarafiga qaytqin. Fadkhuli fi ibadi wa dukhuli cenneti. Bendilerimning ishiga kirgin, cennetimga kirgin degan nidolar mo'minlarga beriladi, musulmonlarga beriladi. Qani shu oxirgi hayotimiz uchun tayyorgarlik qildikmi? Yana holatda o'zidagi huquqlarla ikkinchisi o'zining yoshlik hayotini Allohning taat ibodatida o'tkazgan yosh yigitlar, yosh qizlar. Uchinchisi mana qalbi Allohning masjidlariga bog'langan, masjiddan chiqib masjidga kirgisi va mushundoq bandalar, namozni namozni saqlab turgan bandalar. Peshin bo'ldi, asri qachon bo'lar? Asri oldu, sham qachon bo'lar? Sham o'qidi, uxtam qachon bo'lar? Uxtam o'qidim, sadi bundatni vaqtida o'qiy olamanmi? O'qiy olmaymanmi degan holatda mana shundoq namozni saqlab turgan bandalar va o'ng qo'li bag'rini so'l qo'li qiymog'idek holatda ixlos ihson qilgan bandalar hali o'rinlarning o'zida o'zing gunohini aslab hayotidagi Allohning oldida shundoq buyruqlarni ijro qilolmaganligini aslab o'zining gunohi uchun yig'lab qatodat aynohu ko'zlari yosh to'kkan bandalarni Alloh arshining soyasiga yetkazdi. Oldiga gunoh ma'siyatli keldi, haromlar keldi, zina fohishalar keldi. Har birining oldiga kelganda inni axofulloh robbil alamin. Men robbil alamin Allohdan qo'rqaman deb zina o'simi yana olsa, haroq o'simi yana olsa, kishilar haqqi o'simi yana olsa, kishilarning Allohning diniga qilgan xiyonatlar o'simi yana olsa, men Robbim Allohdan qo'rqaman deb ana shunday kishilarni Alloh arshining soyasiga yetkazdi dedi. Ularga Alloh taolo noma'mul daftarini o'zin beradiganligini, oldin beradiganligini, noma'mul daftari o'zin berilganligini o'qiladi kitobiga. Mening maktabimni o'qitaqala, anni zanantu anni mulaqin hisobiya. Men hayotimda men mushu kunda, mushu hisobatimga o'qishimni o'zida men jazmiyat qilgan edim. Men ishongan edim. Amaliyotga keldi mening kitobimni o'qitaqala deydiganligi. Ammo o'shunda noma'mullik shu tarafdan, keyin tarafdan berilganlar halaki anni sultaniya. Mening huquqim asqatmadi. İhtizodim bilan Allohning azobini qutqizolmadi. Mana o'shunda va'vayla hasrat nidomatlarni qildi. Ya laytani lam uti kitabiya. Mening kitobim berilmagan bo'lsa, men hayoti dunyoda o'lgancha tirilmagan bo'lsam, kafir bo'lgan inson mana Allohning jazosini ko'rib, shu vaqtning o'zida kafirnim deydi. Va yasitman ya laytani kuntu turaba. Men tuproqlab ketgan bo'lsam-ki, inson bo'lmagan bo'lsam o'lib ketgan, tirilmagan bo'lsam o'lib ketgan deb pushaymon qildi. Mana shunday va'dalarni Alloh taolo va'da qildi. Uni keyin pulsiratni va'da qildi. Bandalarning o'zini noma'mullarni Alloh taolo jinglaydi xalqini va vazni yawma izinil haq. Ashunday haqiqat ekanligi, tarozi mizonning o'zi haq ekanligi, bandaga pulsiratni qo'yib Alloh taolo ashundan o'tkazadiganligi, mushu ummatning 70 ming ummatni Alloh hisobsiz jannatga kiradiganligini Alloh payg'ambarning tili orqali va'da qildi. Ana shuning uchun qani biz mushu dunyoda bir ömür hayatımızda işleyen vaqtida bo'ladi. Shuning uchun qanchalik tayyorgarlik qildik. Shu mukofotni qo'limizda elish uchun qanchalik shunday bir tirish vaqti. Eng oxirida Alloh taolo mu'minning eng oxirgi bekiti jannat bo'ladi. Jannatga kirgandan keyin Allohning tarafidan salamun qawlan min robbir rahim. Alloh tarafidan salomlar keladi. Assalomu alaykum ya ibadi. Mening salomim sizlarga bo'lsin ey bandalarim. Alloh salom qiladi mu'minlarga. Alloh taolo hatto bandalardan so'raydi, hal rozitum. Ey bandalarim, sizlar mendan rozi bo'ldinglarmi deydi. Mo'minlar deymizki, ey Alloh bizga rozi bo'lmagan nima ta'simiz bo'lsin. Sizlar bizni ko'zimiz ko'rib boqmagan, qalbimizga kechib boqmagan, bizning hech qanday bir ko'rib boqmagan nozi ne'matni bersizlar. Biz nima asosimiz bo'lsin rozi bo'lmagan desa, Alloh aytadi, ey bandalarim, mushu bergan ne'matimdan minatga hasbi bir xush xabar bor. Uni sizlarga bermaymanmi? Ba'zi Allah. Allah aytadi, "Fala asqatu alaykum abada." Ben sizlarga manguga açıklamayman ey bandalarim. Rabbim Allah açıklab qolgancha, ne'matni tatib olgancha, jannatga chiqarayotgancha o'zini aytmoqlar. Manguga sizlarga açıklamayman. Alloh mana mu'minlarga shuni va'da qildi. Inondikin Alloh o'zining jamolini ko'rsatganligini va'da qildi. Vujuhu yawma idin naziratun ila robbiha nazira. Ko'rkam chiroyli yuzlar bor. O'zining Robbiga qarab turuvchi yuzlar bor. Robbini ko'radigan yuzlar bor. Mana Robbil alamin Alloh jamolini ko'rsatdi. Al
Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sahabını söyledi Allah'ın peygamberi. Biz iman etip hayvanı işendik. Kralım temizlik vaktida Peygamber istem kralı istedi. Kralı istediğin çağda evvelin ahirin tamamı çilek çılga çıksa biz Rabbimizi kralı iste kısılıp kalırız mı? Kallımızı mutatım Rabbimizi kırvalay. Oturup Rabbimizi kırvalay diyemiz mi? Peygamber aleyhisselam Setaravuna Rabbekum kema teravunel kamera leylete